Do'stlar ko'rib turibsizlar, endigi tirsilatadigan xonamiz hojatxona. Ko'rib turibsizlar shunaqa holatda. Endi bitta tirsilatib bitgan holatiga o'tamiz. Ketdi. Mana do'stlar bitdi. Qani ko'ramiz. Eshikdan kirganda ro'pparaga osma rakvinani joylashtirib berganmiz. Ko'rib turibsizlar. Qora rangda. Ustida shunaqangi kuzgisi bor. Bu ham sekalari qop-qora. Undan keyin unitas qo'yib berganmiz. Mana ko'rib turibsizlar. Unitazimiz ham qop-qora, oq yarim. Ajoyib dizaynga ega. Hojatxona qog'ozi uchun joy qora bu ham. Genskiy dush qilib berganmiz. Ko'rib turibsizlar. Bu tilla rang. Mana bu yerga radiator qo'yilgan. Undan keyin ko'ringlarchi, mana bu nima? Juda ajoyib narsa, ya'ni tahorat oladi. Mana stolning o'zi bilan chiqadi. Mana bunday o'tirib bemalol tahorat olsa bo'laveradi. Bemalol tahorat olsa bo'laveradi. Ko'rib turibsizlar. Juda ajoyib tarzda bo'lgan. Tahorat bo'lgandan keyin yana o'ziga o'rniga qaytarib kirgizib qo'yilaveradi. Pollarimiz glyansiy kafel bo'lgan 120x60 razmerda. Devorlarimiz ko'rib turibsizlar. Dekorativniy panel. Shunaqa glyansiy bu ham ko'rib turibsizlar. Ultrafix kelarga yopishtirganmiz. Pishiq, mustahkam. Patologimiz natijno bo'lgan safitlar bilan. Polni bunaqa ugullarimiz, kafel shovlari MXT Ground firmasini epoxidniy zatrikasida bo'lgan. Ventilatorimiz ham bor, ishlayapti. Mana bu yerda portichka ham bor, havo aylanib turgani. Mana ko'rdinglar do'stlar, sizlarga agar ma'qul kelgan bo'lsa, albatta like bosib ketinglar. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Sirojbek Sanozuli guruh profilimizga o'tinglar va obuna bo'linglar va qoldirgan raqamlarga bog'lanib xizmatlarni aytib qoldirishinglar mumkin. Sizlar bilan Kamina men Sirojbek. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.